Assalomu alaykum bolalar, yaxshimisiz, turibmisiz? Sizlar bilan Nodirbek Dilisi. Bolalar, bugungi videomizda sizlar bilan biz Dreamliga Soccer 2026 o'yinida akkauntimni full qilaman do'stlar. Hali hech qanaqa kuchaymagan ko'rib turibsizlar. Bunaqa uyg'olamizda endi biz birinchi bo'lib bittaliklarni kuchaytirib boshlaymiz do'stlar. Gabriel. Do'stlar, aytgandek videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bir kiga ozroq qolgan. Nasib bir bo'lgan paytim bitta full akkaunt konkurs qo'raman. Yaxshi, bittaliklar yaxshi kuchayyapti. Haaland, Nuno Mendes tiriga tegdi. Lautaro Martinezga tegdi, yaxshi. Salah tiriga tegyapti. Erling Haaland tezlanish. Saliba tezlik. Achraf Hakimi yana tiriga tegyapti. Nuno Mendes stamina. Haaland tezligiga. Valverde Brickhouse 86 bo'ldi. Nuno Mendes tezlanish. Van Dijk tezlanish. Nuno Mendes tezlanish. Valverde stamina. Salah stamina. Salah tezlanish. Van Dijk stamina. Salah tezlanish. Saliba tezlik. Gabriel tezlik. Valverde tezlik. Mendes tezlik emas, stari. Salah tezlanish, 90 ozroq qoldi. Staminaga tegyapti Lautaro Martinez. Luka Modricga birinchi marta tegdi tezlanishga. Salah tezlanish. Van Dijk tezlik. Modric stamina. Haaland 87 bo'libdi, 94 bo'ldi starisi. Modric staminasiga endi tegyapti do'stlar. Obuna bo'lib like bosib, Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar. Do'stlar, Telegram kanaliga ham har kuni obunachilar bilan birga bir o'ynash videosini chiqaryapman. O'ynab yaxshi. Valverde yaxshi kushayyapti. Gabriel stiri. Haaland tezlik. Saliba tezlik. Nuno Mendes yaxshi kuchayyapti bu ham. Hakimi endi kuchayyapti. Lautaro Martinezga ham ko'p tegyapti. Valverde ajoyib kuchayyapti. Oxirgi bittalar kuchaytiramiz. Van Dijkning tezligi kuchaliklardan kuchaytiramiz bolalar. Yaxshi. Ikkita kuchaytirishlarimiz ham ancha yig'ilib qolgan. Shu stiriga tegmasa ekan, Salahni stirisiga tegmasa ekan. U anaka Hakimidan 3.90 dan baland reyting bo'ldi. Modric ancha tegyapti. Federico Valverde 87 bo'ldi. Ana endi kuchaytiramiz. Hakimi ajoyib kuchayyapti. Salah yana stirisiga tegmoqda do'stlar. Van Dijk bilan Saliba ajoyib kuchayyapti ikkalasi ham. Martinezning tezligiga tegdi, stirisiga tegmoqda do'stlar. Salah yana stirisiga tegmoqda. Tezlanish 94 bo'lib ketyapti. Yaxshi kuchayyapti. Mendes ham ajoyib. Yaxshi kuchayyapti. Modric bilan Lautaro Martinez. Saliba ajoyib. Tezlanishga tegdi Lautaro Martinezga. Gabriel ham ajoyib kuchayyapti. Nuno Mendes bilan Saliba ajoyib bu ular ham. Endi bittaliklardan texnika sirasi berib olaveramiz. Shu yaxshi Gabrielga tushdi. Martinez. Yana Martinez bo'lsa sirasi kuchaytirib olish kerak. Bu Haaland ularga tegdi. Hakimiga yaxshi. Messi yaxshi shotga tegdi. Yo'q, bittalikdan bosib yuboribman. Yaxshi, raslo kuchaydi. Himoyachilarga tegma, yaxshi, ularga tegdi. Endi ikkitaliklardan beramiz. Yaxshi, Gabriel ancha kuchayib qoldi, yaxshi. Brickhouse berilmoqdami? Yo'q. Brickhouse 88 ikkalay. Himoyachilarning oxirgisi Saliba, Lautaro Martinez. Ajoyib kuchayyapti. Yani himoyachilarimiz ham akkauntimda ancha kuchayib qoldi. Buni qaranglar, himoyachilargacha hozir obzor. Lautaro Martinez juda ajoyib kuchayyapti. Modric ham yaxshi kuchayyapti. Bu ham dahshat. Bunga ham yaxshi tegdi.
Messining texnikalari ham tushib qoldi. Saliba vahshiy dahshat. Hakimi ham zo'r. Gabrielga ham tegdi bu yoqda. Yaxshi. Haalandga ham ancha o'xshab qoldi. Shotlari 98 bo'lib ketdi. Lekin Salah stressiga ko'p tegib ketdi bolalar. Lekin mayli, farqi yo'q, bo'laveradi. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Albatta bu videoning ikkinchi qismi chiqadi. Ikkinchi qismida 100% full qilaman bolalar. 200-300 ta kuchaytirgich chiqib, yana kuchaytirgichni video qilaman do'stlar. Hammalarga rahmat do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin.